Abdullayeva Zeba Niso. Izboskan tumani 27-maktabning 7-B sinf o'quvchisi. Zeba Niso sportning boks turi bo'yicha Osiyo chempionatida oltin medalni qo'lga kiritib, oliy o'rin sohibasiga aylandi. Bu yoshimda Osiyo chempion bo'lish shunchaki mo'jiza deb ayta olmayman. Chunki yillab qilingan mehnat, yillab chekilgan mashaqqatlar natijasi. Men bu natijaga erishish uchun ozmuncha harakat qilganim yo'q. Ba'zi vaqtlarda kuni bo'yi to'xtovsiz shug'ullanishimga ham to'g'ri kelardi. Oxirgi yo'ng chalingan vaqtlarida men ota-onam va vatanim, ustozlarim oldida faxrli farzand bo'ldim deb quvondim. Chunki ular menga ishonishgandi va men ularning ishonchini oqladim va men buni epladim. Biz sinfdoshlarimiz bilan juda ham samimiy munosabatdamiz. Qanaqa chempion bo'lishimga qaramasdan ular menga yaxshi munosabatda bo'lishadi va men ham ularga doimgidek Zeba Niso bo'lib qolaman. Sinfdoshlarim bilan bo'lgan vaqtlarimda mashg'ulotlardan olgan charchoqlarimni unutaman. Albatta bu his va o'ylar meni ko'proq ruhlantiradi hamda kuchimga kuch qo'shadi va boshqa sportchilarni vatanimiz bayrog'ini ko'klarga ko'targanini ko'rganimda orzu qilardim va jang vaqtida g'olib bo'lsam, vatanim bayrog'ini ko'klarga ko'tarishni orzu qilardim. Ota-onam meni shu sport sohasida shug'ullanishimga imkoniyatlar yaratib berishadi. Ushbu yutuqlarga erishishimda ota-onamning roli juda ham katta. Chunki sport bilan shug'ullanishimga har qanday sharoitni yaratib berishadi va qo'llab-quvvatlashadi. Bilasizmi, men ota-ona va ustozni ikkita qanotga o'xshataman. Chunki qushlar hech qachon bir qanot bilan ucha olmaydilar. Ikkalasi ham baravariga ishlaganda ko'klarga parvoz qilish mumkin. Shuning uchun ham ustoz va ota-onaning nasihatlarini birday qadrlayman. Ikkalasini bir-biridan ajratmayman. Mening maqsadim aniqligi uchun bugungi natijalarimga erisha oldim va bundan keyingi natijalarim jahon va olimpiada musobaqalarida ham faxrli birinchi o'rinni egallash. Ushbu natijalarga erishishimda ota-onamni, maktabdagi ustozlarimni, sport murabbiylarimni o'rni juda ham katta. Qolaversa, prezidentimizning bizga berayotgan imkoniyatlari hamda ishonchi menga yana ham kuch beradi va men bu ishonchni albatta oqlayman.